Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimining shifokor modulida bemorni qabul qilgandan so'ng qay tartibda kasallik tarixini davom ettirishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan qabulga yozuvlar va aktiv ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, shifokor qabuliga yozilgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Navbati kelgan bemorni taklif qilish uchun taklif qilish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda bemorning tibbiy kartasi ochiladi. Qabulni boshlash uchun qabulni boshlash tugmasi ustiga bosamiz. Joriy ko'rik bo'limida bemorning kasallik tarixi ro'yxati ko'rinib turadi. Bemor shikoyati bo'yicha kasallik tarixini davom ettirish uchun davom ettirish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda qabulga yozuvlar oynasi ochiladi. Ko'rikni davom ettirishni boshlaymiz. Demak, bu yerda shablonni tanlaymiz. Ariza sababini tanlaymiz. Bu yerda profilaktik tekshiruv yoki kasallik bo'yicha. Bu yerdan shablonni kerakli tartibda to'ldiramiz. Shablonni kerakli tartibda to'ldirganimizdan so'ng barcha tashxislar bo'limi ustiga bosamiz. Bu yerda MKB-10 bo'yicha tashxisni tanlaymiz. Tashxis turini tanlaymiz va tashxisni qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Tashxis qo'shilganidan so'ng ko'rikni yakunlash tugmasi ustiga bosamiz. Kasallik tarixini davom ettirishning tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.